Hurmatli otaxonlar va onaxonlar, aziz nuroniylar. Bugun siz bitta videoda hayotiy dorilaringiz narxi qanday qilib birbarakayga 3 baravarga qimmatlashini, bu qanday yashirin tolif ekanligini va eng muhimi, vaziyatdan qanday chiqish yo'llarini bilib olasiz. Hayolga sigmas holat, lekin bu haqiqat. Davlat bizga umr bo'yi xizmat qilgan, jamiyatimizning poydevori bo'lgan keksa avlodga shunday zarba berishini kim ham kutgandi deysiz. Sog'liqni saqlash vazirligi qariyalarimizning orqasidan pichoq urib, hayotiy muhim import dorilarga, ayniqsa qon bosimi va yurak kasalliklari uchun mo'ljallangan dori-darmonlarga yangi, yashirin bojxona yigimini joriy qildi. Bu oddiygina narx oshishi emas, bu pensiyadagi insonlarning sog'ligi va hayoti evaziga o'ynalayotgan katta o'yin. Dushanbadan boshlab siz doimiy ishlatib yurgan bir quti dorining narxi naq 85 ming so'mga qimmatlaydi. Vazirlikning ta'kidlashicha, bu mahalliy ishlab chiqaruvchini qo'llab-quvvatlash emish. Ammo biz siz bilan bilamizki, ularning arzon analoglari shunchaki ishlamaydi, ta'sir ko'rsatmaydi, ba'zan esa aksincha kasallikni yanada kuchaytiradi. Sizlar qanday mashaqqatli yo'llarni bosib o'tmadingiz deysiz. Kolxozlarda, zavodlarda, qurilishlarda, ilm-fan maskanlarida, ta'lim dargohlarida, bir so'z bilan aytganda, shu aziz vatan ravnaqi uchun, farzandlaringiz kamoli uchun bir umr ter to'kdingiz, umringizni bag'ishladingiz. Har biringizning peshonangizda qadrli ajinlar, qo'llaringizda mehnat izlari bor. Pensiya jamg'armasiga har bir tiyinni halol to'ladingiz, biror marta biror narsani tortib olish haqida o'ylamadingiz. Endi esa qarilik gashtini surish, nabiralaringiz bilan huzur qilish o'rniga har bir yangi tongni bugun dori ololarmikanman, oylik pensiyam shu dorilarga yetarmikan degan tashvish bilan kutib olyapsiz. Axir bu adolatdanmi? Axir bizning urf-odatlarimizda, mentalitetimizda keksalarga hurmat, ehtirom birinchi o'rinda turmasmidi? Yoshlarga o'rnak bo'ladigan, o'zimiz ardoqlagan bobo-momolarimizga munosabat shumi? Men sizlardan so'rayman, azizlarim, eslang va izohlarda yozing. Necha yil umringizni bu davlatga bag'ishladingiz? Qaysi sohada mehnat qildingiz? Qani, ko'rsataylik hammaga, kimlar uchun bu qaror qabul qilingani va kimlarning hayotini shu tariqa qiyinlashtirayotganlari. Biz sizning mehnatingizga befarq emasligimizni ko'rsataylik. Shunday qilib, azizlar, men sizlarga yordam berish uchun shu yerda turibman. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, toki bunday muhim yangiliklar, huquqiy o'zgarishlar va maslahatlardan bexabar qolmaslik uchun. Har bir yangi video sizni qanday himoya qilish kerakligini o'rgatadi. Qadimda, ya'ni yaqin 60 20-30 yil avval pensiyaga chiqqan insonlar o'zlarini ancha xavfsiz his qilishardi. Pensiya ko'pincha oila budjetiga salmoqli hissa qo'shadigan darajada bo'lar edi. Dorilar narxi barqaror, arzon va har bir oila uchun, ayniqsa keksa avlod uchun qulay edi. Pensiya jamg'armasidan olinadigan pulga kamida bir oyga yetadigan dori-darmonni bemalol xarid qilish mumkin edi. Ba'zi hollarda hatto muhtoj oilalarga davlat tomonidan bepul dorilar ham berilar edi. Bu albatta shunchaki xotiralar emas, balki jamiyatning o'z keksalari haqida qayg'urganligining belgisidir. Hukumat ijtimoiy himoyaning muhimligini tushunardi. Bugungi kunga kelib esa bu holat mutlaqo o'zgarib ketdi. Odamlar pensiya yoshiga yetganida ular o'zlarini xavfsiz va ta'minlangan his qilish o'rniga har kuni yangi qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Pensiyalar afsuski inflyatsiya va doimiy narx osishlariga nisbatan juda sekin oshib boradi. Aytaylik, bir pensiya oluvchi o'z umrining yarmini shu mamlakatda fidokorona mehnat qildi. U kolxozda paxta yetishtirdi, maktabda bolalarga ilm berdi, zavodda mexanizm yasadi. Endi esa keksalikda tinchgina hayot kechirish o'rniga u har kuni dorixonadagi narxlarning oshib borishidan qo'rqadi. Mahalliy dorixonaga kirganida u o'zining 20 yillik pensiyasiga teng bo'lgan dorini ko'rib, yuragi orqasiga tortadi. Shu pullarga nafaqat dori, balki 2 haftalik oziq-ovqat ham olish mumkin edi-ku, deya o'ylaydi. Endi esa yangi yashirin bojxona yigimi sabab vaziyat yanada yomonlashadi. Bir quti yurak dori naq 85 ming so'mga qimmatlashi degani, bu pensiyadagi insonlar uchun yana bir og'ir yuk degani. Bu oddiygina raqam emas, bu ba'zi nuroniylarning 2 haftalik non puli degani. Ayniqsa bu vaziyatda ba'zi toifadagi pensiyerlar xavf ostida qolmoqda. Birinchi navbatda bu yolg'iz yashaydigan, qarindoshlari chet elda yoki uzoqda bo'lgan yolg'iz keksalar. Ularga moddiy va ma'naviy yordam beradigan yaqinlari yo'q. Qon bosimi ko'tarilganida, yuragi sanchiganda dorini kim olib beradi? Pulni qayerdan topadi?
Yana bir toifa, bu doimiy og'ir kasalliklari bor, har kuni bir necha xil dori qabul qilishga majbur bo'lgan insonlar. Ular uchun dori bu nafaqat davolanish vositasi, balki hayotning ozi. Har kuni bir xil dori ichishga majbur bo'lganlar endi tanlashga majbur bo'lishadi. Kunlik nonimni sotib olsammi yoki hayotiy dorimni? Uchinchidan, kam ta'minlangan oilalarda yashovchi pensiyalar. Ularning farzandlari yoki nevaralari ham o'z qiyinchiliklari bilan kurashayotgan bo'lishi mumkin. Bu holatda bir quti dorining narxi butun oila budjetiga ta'sir qilishi mumkin. Afsuski, davlatimizda pensiyani oshirish masalasi ham shubha ostida qolmoqda. Garchi ba'zi toifadagi pensiyerlarga pensiya ko'tarilishi haqida gapirilayotgan bo'lsa-da, bu ko'pincha inflyatsiya bilan tenglashib ketadi va aslida sotib olish qobiliyatini oshirmaydi. Masalan, ba'zi davlat idoralarida yillar davomida ishlagan yoki alohida xizmatlari uchun faxriy unvonlarga ega bo'lgan keksa avlodga kichikroq miqdorda qo'shimcha to'lovlar berilishi mumkin. Ammo bu umumiy aholi, oddiy mehnatkash pensiyerlarning aksariyati duch kelayotgan ulkan muammoni hal qilmaydi. Esingizdami Marhamat opa? U 5 farzandni tarbiyalagan, bir umr tibbiyot sohasida mehnat qilgan, yuzlab bolalarning dunyoga kelishiga sababchi bo'lgan, endi esa og'zi yuzidan nur yog'ib turadigan 80 dan oshgan mehnat faxriysi. Har oy pensiyasidan 1000 so'mni ham isrof qilmay, bir chetga yegar edi, toki bolalarga yuk bo'lmay, o'zining kichik orzularini amalga oshirsin deb. Ammo uning asosiy orzusi har kuni ichadigan yurak dorisini olish edi. O'sha dori bo'lmasa, uning yuragi bezovta bo'lar, uyqusiz tunlarni o'tkazardi. Bugun esa Marhamat opa dorixonadan qaytib kelganida ko'zlarida yosh bilan o'tirib qoldi. Bir oyga yetadigan dorining narxi uning 2 haftalik pensiyasiga teng bo'lib qolgan. U endi bu dorini doimiy sotib olishga qurbi yetmasligini tushundi. Endi nima qilaman, bolam, deb yig'laydi u o'zining yuziga mushtlab. Yoki Sulton boboni olaylik. U bir umr dehqonchilik qilib, elga non yetkazgan. Quruq chorni obod qilgan. Uning qo'llari gadir-budir, peshonasi quyoshda kuygan. 6 og'irni o'zining halol mehnati bilan katta qilgan. Uning eng katta boyligi qatorasiga ichadigan qon bosimi dorilari edi. Agar bir kun ichmasa, bosimi ko'tarilib, boshi aylana boshlardi. Hozir u qishloq joyida yashaydi. Pensiyasi uzoq yo'lga va dorilarga ham zo'rga yetadi. Endi esa dori narxi 3 baravarga oshgach, u o'zining yigitlik davridagi kuchini esladi. Qanday qilib bir umr kurashganini, ammo bu qarilikda hech narsani o'zgartira olmasligini tushunib, chuqur uh tortdi. Agar yosh bo'lganimda edi, deydi u, qishloq ahliga bosh bo'lib, bu adolatsizlikka qarshi chiqqan bo'lardim. Ammo hozir u faqatgina dorilarni qanday sotib olishni o'ylab tashvish chekmoqda. Bunday misollarni keltiraversak, son-sanogi yo'q. Har bir mahalla, har bir qishloqda bunday hikoyalar to'lib yotibdi. Har biringizning o'z dardlaringiz, o'z tashvishlaringiz bor. Azizlarim, sizning ahvolingizni to'liq tushunaman. Shu bois sizlarga bir savol bilan murojaat qilmoqchiman. Hozirgi kunda dorilar narxi keskin oshgan bir paytda sizning eng katta tashvishingiz nima? Qaysi dorilarni sotib olish siz uchun eng qiyin bo'lyapti? Yoki mablagingiz dori-darmon, oziq-ovqat va kommunal xarajatlarga qanday yetarli bo'lmay qolayotgani haqida izohlarda batafsil yozsangiz. Bu bizga vaziyatning qanchalik og'ir ekanligini ko'rsatishga va birgalikda yechim izlashga yordam beradi. Xo'sh, bu vaziyatdan qanday chiqish mumkin? Birinchi navbatda men sizlarga shuni maslahat beraman. Mutaxassis bilan maslahatlashmasdan turib, o'zingiz ichayotgan dorilarni mahalliy, arzon analoglarga almashtirishga shoshilmang. Bu sizning sog'ligingiz uchun xavfli bo'lishi mumkin. Ba'zi mahalliy dorilar sifati pastligi yoki boshqa kimyoviy tarkibga ega ekanligi sababli siz kutgan samarani bermasligi mumkin. Agar dorini almashtirish zarur bo'lsa, avvalo shifokoringiz bilan maslahatlashing. Balki shifokoringiz sizga mos keladigan, ammo narxi biroz arzonroq bo'lgan boshqa import dorini tavsiya etishi mumkin. Ikkinchidan, pensiya jamg'armasiga yoki mahalla qo'mitangizga murojaat qiling. Garchi bu bojxona yig'imi umumiy muammo bo'lsa-da, ba'zi hollarda kam ta'minlangan yoki og'ir kasallikka chalingan pensiyerlarga moddiy yordam ko'rsatish dasturlari mavjud bo'lishi mumkin. Mahalla raisiga yoki oqsoqollarga vaziyatni tushuntiring. Ular ham sizga yordam berish uchun ma'lum bir fondlar yoki xalq yordami dasturlarini bilishlari mumkin. Uchinchidan, hukumatga ochiq maktublar yozishni boshlang. Prezident portaliga, Sog'liqni saqlash vazirligiga, Oliy Majlisga murojaatlar yuboring.
O'zingiz duch kelayotgan muammoni, dorilar narxining ko'tarilishi sizning hayotingizga qanday ta'sir qilayotganini aniq va batafsil bayon eting. Bir kishining ovozi eshitilmasligi mumkin, ammo yuzlab, minglab odamlarning murojaatlari e'tibordan chetda qolishi qiyin. Bu huquqiy yo'l bilan o'z fikringizni bildirish, adolatsizlikka qarshi chiqishning eng samarali usullaridan biridir. 4-dan, bir-birimizga yordam berishni unutmaylik. Mahallalarda yashayotgan yoshlar, tadbirkorlar va faol fuqarolar bu og'ir vaziyatda oz keksa avlodiga yordam qo'lini chozishlari kerak. 1-2 quti dori sotib olishda yordam berish, dorixonaga olib borib kelish, ularning dorilarini qidirishga ko'maklashish kabi oddiy harakatlar ham katta ma'naviy va moddiy yordam bo'lishi mumkin. Bizning millatimiz doim bir-biriga yordam berish bilan mashhur bo'lgan. Ayniqsa keksalarga hurmat ko'rsatish bu bizning eng katta qadriyatimiz. 5-dan, men kabi advokatlar va huquqshunoslarga murojaat qiling. Biz sizlarning huquqlaringizni himoya qilishga tayyormiz. Agar adolatsizlikka uchragan bo'lsangiz, biz sizga yuridik maslahatlar beramiz, murojaatlar yozishga yordam beramiz va kerak bo'lsa, sizning nomingizdan tegishli organlarga so'rovlar yuboramiz. Bilingki, siz yolg'iz emassiz. Va nihoyat, oxirgi maslahat, vaziyatni tushunishga harakat qiling, ammo taslim bo'lmang. Haqiqat shuki, bu yangi yigim sizning hayotingizga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Bu yoshlikda shuncha mehnat qilib, davlat gamxo'rligiga umid qilgan har bir qariyani oylantirib qo'yishi shubhasiz. Avvalgi dorilar narxi 100 ming so'm bo'lgan bo'lsa, endi u 200 ming so'mdan oshishi mumkin. Bu pensiyadagi odam uchun qanchalik og'ir yuk ekanligini tasavvur qilish qiyin emas. Xulosa qilib aytganda, aziz otaxonlar va onaxonlar, sizlar ushbu video orqali dorilar narxining 3 baravarga qimmatlashi, bu qanday yashirin to'lov ekanligi va undan chiqish yo'llarini bilib oldingiz. Savolim sizga, azizlar, endi har quti dorining narxi 85 ming so'mga oshgandan so'ng, siz umringizni saqlovchi dorilarni sotib olishga qurbingiz yetadimi? Yoki endi siz dorilar orasidan eng arzonini, ishlashi noma'lum bo'lganini tanlashga majbur bo'lasizmi? Javobingizni izohlarda kutib qolaman, chunki bu savol nafaqat mening, balki butun jamiyatning yuragini ortaydi. O'z fikrlaringizni va boshdan kechirayotgan qiyinchiliklaringizni biz bilan bo'lishing.